ayol kishi bo'lib shuncha ishlayapsiz, juda ham ko'p ishlarni baravariga olib ketyapsiz. Bu odamni ko'p energiyasini oladi. O'zi bu ishlarni qilishdan maqsadingiz nima? Shunchalik sizga pul ko'p kerakmi yoki tagida boshqa narsa bormi? Meni hayotdan maqsadlarim juda katta. Buni 1 minutlik videoga sig'dirishimiz qiyin. Agarda qisqa qilib aytib beradigan bo'lsam, qisqa qilib texnikumimiz misolida tushuntirib berishim mumkin. Bu yerda bizlar qizlarimizni bilimli, hunarli, ishli, kasbli qilyapmiz. Buni orqasida ular ishlab pul topishyapti. Uyiga, bolalariga, ota-onasiga nimadirlar olib kiryapti. Ularga biz sababchi bo'lyapmiz deb o'ylayman albatta. Undan tashqari bilimli ayol, meditsinada bilimi bor ayol bolalariga, o'zini yoshi kattalariga albatta foydasini yetkazadi. Bundan tashqari tibbiy bilimi bor qizlar jamiyatimizga katta foydasini yetkazadi. O'zini bolalariga qaraydi, yoshi katta ota-onasini давлениесini o'lchab qo'yish mumkin, shamollaganda yaxshi qarash mumkin, qo'ni-qo'shnisiga foydasi tegadi. Umumiy qilib aytganda bu jamiyatga katta foydasini yetkazadi. Bizning maqsadimiz qizlarimizga bilim berish orqali ham jamiyatimizga, ham millatimizga foydali bo'lish.